Assalomu alaykum hammaga. Ushbu obyektimiz chustda yakuniga yetkazdik. Ikkita bir xil hovli. Hozir bu eshikdan kiramiz, nariga mana bu eshikdan chiqib kelamiz o'qinglar. Polni olaman hamma joyini qo'ldan kelganicha sizlar poddashka qilib, like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib tursanglar, xudo xolasa biz ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu obyektimizni ko'ringlar o'qinglar. Ko'chasi ham juda ham chiroyli chiqdi. O'rtasini mebelni qilib, ikkita svit tushirib berganmiz. Juda ham ochib turibdi mana shu narsa ham. Atrofini gipsakardon qilganimiz mana polni ustirma tashqari ichkari ajrab chiroyli bo'lib qoladi travetindan keyin xudo xolasa. Ushbu darvozaxonamizni high-tech stilda qilganmiz. O'rtalarini oyna, nerjaveka tunkalardan qilib berganmiz. Ko'rib baho berib qo'yasizlar o'qinglar. Svitlarni yoqib mana ko'rsatyapman. Juda ham chiroyli chiqdi. Bu joy ham o'ziga yarasha alkofonni vidini berib turibdi xudo xolasa. Bu joyda devor shapkalari bor. 70 metr devorli shapkasini o'zi 70 metr chiqqan. Latolargacha qo'yib, atsinkovoy rangli latodan qo'yganmiz bu joyga. Sabab boshqa joy hammasi atsinkovoy bo'lgan, tomlargacha atsinkovoy yopishgan ekan. Endi mana shu atsinkovoy o'rniga mokriy bo'lganda ishimiz 2 barobar chiroyli chiqadi bundan ham, yana ham. Lekin bu ham o'ziga yarasha chiroyli turibdi. Uy egasi akamiz aytdilar, endi almashtirib olsa juda ham o'g'il bo'lib ketadi, o'zini holati ham yaxshi deganlar uchun almashtirmadi u latogini. Atsinkovoy holatda qoldi. Ishimiz asosiysi o'qinglar, choklarga mana sifatiga baho beringlar. Lekin mokriy lato bo'lsa ishimizni yana ham 50% yana ham ochib beradi. Kanalimiz ustiga bossanglar, mokriy latolardan qo'yib qilgan ishlarimiz ham bor, ko'rib baho berasizlar o'qinglar, ularga ham, ishlarimizga ham. Bu joyi endi muammo emas. Mokriy rang siporsa ham bo'ladi keyinchalik. Okamiz o'zlari kraska chekadilar, mokriy rang bemalol siporib yuboradilar. Bu bitta holimiz. Holimizni asosiy ikki xil narsa surtok ekan xolos. Mana bu surtok ko'rib turibsizlar, temirli bu joyda. Nargi tomonda stadion qilishgan ekan, ustimsiz qilib. Mana shu listdan ajratib olsa bo'ladi holini. Endi mana bu shiponga bitta baho berib qo'yasizlar o'qinglar. Alohida tema bo'lsa mana. O'rtasini mebelni qilganmiz. Atrofini polni oppoq qilganmiz. Juda ham chiroyli, odam bahridan ochiladigan so'r chiqib qo'ydi. O'zimga ham juda ham yoqdi. Mana bu shipon hali bitmagan pastlar, xudo xolasa endi bitkazib olishadi. Pastlarni biz tevasini bitkazib berdik. Bu joyga o'qinglar 650 kvadratdan oshiqroq tunka ishlatganmiz. 650 kvadratdan oshiqroq. Hamma joyini olmayapman. Devor shapkasini o'zi 70 metr o'qinglar aytib o'tdi. Mana bu joydan ikkinchi hovliga o'tib ketamiz mana. Mana bu joydan lezenaqdagi kichkina eshikdan ikkinchi hovlidan chiqdi o'zi. Bu ikkinchi hovlimiz. 96 million so'm atrofida pul ketdi bu joyga o'qinglar. Rasxod bo'ldi. Mana shunaqa ko'rinishga kelguncha xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar o'qinglar. O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Vodiydan tashqariga faqat ob'yom kattaroq bo'lsa chiqamiz. Vodiy bo'ylab inshaalloh xizmatdamiz. Vodiydan tashqariga ham chiqamiz. Faqat ob'yom kattaroq bo'lsa inshaalloh chiqaveramiz. Bu joyda ham mana shipon bor. Bir xil surtokka ahamiyat berib qo'yasizlar o'qinglar. TVdagi ana shusi boshqacha xolos hovlimiz deb qolgan hamma joyi bir xil. Hozir kundagi narxlar o'qinglar 135 ming so'mdan 150 minggacha bo'lyapti. Hamma rasxod ichida, tunkasi, samerezlesi, o'rnatib berish usta xizmati, polni yo'l kiralargacha ichida qilib beryapmiz. Har xil dizayndagi ishlarimizni ko'rish uchun mana bu tunka fonamangan kanalimiz ustiga bossanglar, kanalimizga kirasizlar, 100 tadan oshiq 200 taga yaqin video bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Endi mana ikkinchi darvozaxonamiz 570 ga 370 lik darvozaxona mana shu. Bitta baho berib qo'yasizlar o'qinglar. Mana bu tomonda mana devor shapkalari bor. Xudo xolasa hovlimizga ko'z tegmasin, ikkita aka-ukaga bir xil qilib solishgan ekan. Xizmatlar bo'lsa o'qinglar, kirgan eshigimiz narigi tomonda, bu tomondan chiqib keldi. Mana bir xilda qilib qo'ldan kelgancha qilib berganmiz o'qinglar. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.